Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda ayni yo'nalishni serdaromad tarmoqqa aylantirish bugun har qachongidan ham ustuvor vazifa sifatida ko'rilmoqda. Xususan, meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishda Koreya Respublikasi mutaxassislari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Nyuma o'simliklar karantini kompaniyasi vakillarining Namangan viloyatiga navbatdagi tashrifi fikrimiz dalilidir. Namangan viloyatining tabiiy iqlim sharoiti mevali daraxt va tok o'stirish uchun eng qulay hisoblanadi. Asosan olma, nok, o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri, anor, behi kabi mazali mevalar aynan Namangan bog'larida pishib yetilishi ko'pchilikka ma'lum. Mamlakatimizda meva-sabzavot yetishtirishni kuchaytirish, uni eksportga yo'naltirish, qo'shni davlatlar bilan chegaralanmay Yevropa, Osiyo bozorlariga chiqish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Janubiy Koreyaning Neva o'simliklar karantini kompaniyasi vakillari o'simliklar karantini va himoyasi agentligi bilan hamkorlik qilmoqda. Ayni paytda Namanganda koreyalik mutaxassislar eng so'nggi rusumdagi laboratoriya jihozlarini o'rnatishmoqda. Janubiy Koreya va O'zbekiston davlatlari prezidentlarining uchrashuvlaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi har ikki tomon uchun foydali bo'lmoqda. Biz bugun zamonaviy laboratoriya jihozlarini olib kelib o'rnatyapmiz. Bu viloyatda yetishtirilayotgan meva-sabzavotlarning fitosanitar toza, eksportbop bo'lishini ta'minlashda ahamiyati juda katta. Jihozlarimiz yil davomida bog'bon sohibkorlarga xizmat qiladi. Ko'chatlarni ekishdan boshlab hosil berishgacha bo'lgan davr ularga sifatli laboratoriya xizmat ko'rsatiladi. Eng asosiysi xalqaro talablarga to'g'ri keladigan eksportbop mahsulot yetishtirishiga ko'mak beradi. Ushbu loyiha Koreya Respublikasi va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik dasturining bir qismi bo'lib, Namangan viloyatida laboratoriya uskunalarini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Koreyadan tashrif buyurgan 12 nafar mutaxassis o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida yangi zamonaviy laboratoriya uskunalarini joylashtirish va o'rnatish ishlarini bajarmoqda. Shu yerda laboratoriya mutaxassislariga yangi jihozlardan qanday foydalanish, karantin uskunalarini boshqarish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazmoqdalar. Koreyaning Koyka kompaniyasidan kelgan laboratoriya jihozlari bilan ishlashni boshlayapmiz. Bu jihozlar bizga kelajakda ishlashni ancha osonlashtirib, sifatli qilishga yordam beradi. Barcha jihozlarimiz hamma shu namuna yo'nalishlari bo'yicha aniqlab berishda juda ham sifatli hamda alohida o'zini o'rniga ega. Ayniqsa, bu yerda mahsulotlar saqlashga kelgan xolodilnikdan tortib, mahsulot haroratini ushlab beruvchi hamda o'sha namunalarni ko'rish mikroskopidan tortib, bokslarga qo'yish orqali fitosanitar holati bo'yicha aniq ma'lumotlar olishda juda ham qulay. Loyihadan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligiga ilg'or tajribalarni tatbiq qilish, sifatli fitosanitar toza meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish orqali viloyat eksport salohiyatini oshirishdan iborat.